Bismillah. 1 2 3 bismillah ketdi mana akalar. Tomi olindi. Ichidagi qo'ndag'i plastmassa poli olindi. Tagidagi listlari olindi. Tovuqxonamiz chachildi mana. Bir tovuq boqaman deganlar uchun ajoyib yangilik. Sizlarga yig'ilib chachiladigan hamda Xitoydan keltirilgan maxsus plastmassa pollarda qilingan kataylarimiz ishlab chiqarildi. Do'stlar, mana shu kataylarimiz sotuvga chiqyapti. Usta akalarimizni nomerlarini ham video davomida qo'yib ketamiz. Undan oldin mana shunaqangi tovuqxonani, tovuq katayni yasagan ustaga bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. To'liq ma'lumotlarini video davomida beramiz. Menga yoqqan tomonlari, bu tovuq katayimizni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, tovuqning axlati juda sassiq bo'ladi, bilsalaringiz. Lekin endi tovuqlarimiz axlatini bosmaydi, pastga tushib ketaveradi. Pastga tushib ketganda o'zini maxsus idishi bo'lar ekan. Bunaqangi idishini olib tashlab, chekkaroqqa to'kib yuboradigan bo'lsangiz, ya'niki tovuqxonangiz satimaydi endi. Yana bir qulayligi, oldin tovuqlarimiz tuxum tug'sa ichkariga kirib olib chiqishimiz kerak edi. Endi ichkariga kirishda keragi yo'q. Bu tomonimizda mana o'zini maxsus tuxum donlari ham bor. Balki tuxum tug'adigan joylargacha qilib qo'yilgan. Tomlari hamma tomoni chachilinadi mana. Addenli bo'ladi. Bu tomonlari ham chachilar ekan. Kelinglar do'stlar, mana shu tovuq kataylarimizni to'liq ma'lumotini shu tovuq katayni yasagan usta akamizdan olsak. Bittadan like bosinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar, sizlarga to'liq videolarini ko'rsatamiz. Necha xil fasoni bor, nechta tovuqqacha moslab beradi, hammasini usta akamizning o'zlari to'liq ma'lumotini beradilar. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, kuchibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Ko'rib xursand bo'ldim. Ancha qulayliklar, ya'niki tovuq boqaman deydiganlarga ancha qulayliklar bo'pti. Xudo xolasa. Ko'z tegmasin iloyim. Mehnatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Hozir mana shu tovuq katagimizga nechta tovuq sig'adi, razmerlari qanaqa, qulayliklari qanaqa, hammasini o'zingiz bir qator ma'lumotini bersiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, razmerimiz 1.80 ga, balandligi 1.20, eni ham 1.20. Terilib sochiladigan variant, plastmassalik. Tayda patlislarga ham taxavat berasizlar. Tayin tozalashi ham qulay. 10 tadan 12 tagacha tovuqimiz sig'averadi. Katta kichik brammalar ham sig'averadi, xudo xolasa, bexijolat. 12 tagacha. Albatta, ha. 12 tagacha brama tovuqlar, ya'ni bilasizlar, juda katta tovuq bo'ladi. O'sha brama tovuqlarimiz ham sig'averadi. Oyoqlari olib qolmaydimi? Yo'q, xudo xolasa bexijolat. Oyoqlari og'rimaydi deyapti. Tovuqqa moslangan plastmassalar ham. Ha, plastmassasi tovuqqa mo'ljallangan bo'lar ekan mana. Albatta. Oyoqlarini ham ko'ryapsizlar, do'stlar. Oyoqlari og'rigani yo'q. Tushishlari, moslashlari o'ta go'zal. U tuxum tug'yaptimi? Aha. Akalar, ikkita tuxum tug'adigan joyi ham bor ekan mana. Eshigi oldida, Albatta. eshigini ochadigan bo'lsak, mana tuxum tug'yapti akalar, mana. Tuxum tug'yapti. Jonivar, Demak, hozir tuxumini olgani ichkariga kirish keragi yo'q. Yo'q, yonidan men ochsamiz. Mana, izolatorda turib ham ketdi. Mana akalar, xudo xolasa tuxumini ichkaridan tug'oradi, tashqaridan olsa bo'laveradi. Bu tovuqxonamizni chachiblar yig'iladi dedi-ku, vaqt olmaydimi? Yo'q, xudo xolasa bitta gugurt cho'pi yonib o'chgungacha terib sochib beramiz. Qani? Bismillah. 1 2 3 bismillah ketdi mana akalar. Tomi olindi. Ichidagi qo'ndag'i plastmassa poli olindi. Tagidagi listlari olindi. Tovuqxonamiz chachildi mana. Bitta tovuqxonamiz shundoq yo'g'ib qoldi mana akalar. Hozir Xudo xolasa. buni razmeri necha edi? 1.80 ga 1.5 metr, 1.20 lik aytganimiz qo'yxonamiz, tovuq katamizning bir xil razmeri hamma yo'g'i. Haligi kuchuk polvon akalar ham aytadi, asabimni tegma, g'ijimlab qo'yaman dedi-ku, g'ijimlab qo'yadigan qo'yxon ekanda bu. Ha, shunaqa. Xohlagan odam g'ijimlab qo'ysa bo'laverar ekan akalar mana. Terishni ham ko'ringlar mana, boshlandi terish. Katta. Yo'q, bema'ni,
Aytadi-yu, hayvon egasiga o'xshamasa xoram o'ladi. Bitalak bosib qo'yasizlar. Akamizga. Tayda endi paddonlari bor, paddonlarni ham bemalol tiqib qo'ysalaringiz bo'ladi. U tomonda, bu tomonda. Albatta bo'ladi. Hozir bunimiz ham chachilib yig'iladi. Albatta. Bunisi ham. Bir xil fason. Razmerlari hamma yo'q bir xil. Razmerlar. Katta kichiklarni ham o'zgartirsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hali 30 ta, 40 ta boqaman deydiganlarga moslab beraverasiz. Akasiga esa beraveramiz, akasi bersa chiroyli qilib, xudo xolasa. Puli katta bo'lib ketib qolmaydimi? Yo'q, kelishtirib chiroyli qilib, xudo xolasa, esa beramiz. Gap yo'q. Mana shu tovuq xonamizni puli necha pul endi? Xo'p, buni biz 3 million so'm chiqdi narxi. Dastavkasi Andijon, Farg'onaga, Namanganga bepul qilib beramiz dastavkalarni. Vodiy bo'ylab. Mana bepul. shu tovuq xonamiz 3 million so'm narxi. Albatta. Dastavkalari bepul qilib beriladi. Albatta. Ay, RMga deydi, sunnatiga deb qo'yishadi. Xayr sunnati o'tadigan, kelishadigan joylari. Sunnatiga dastavkasini ichida qilib berdi o'sha. Ha, dastavkasi ichida bor. Aha. Akalar, profildan bo'lgan tovuqxonamiz profildan bo'lgan 3 million so'm evaziga mana shu tovuqxona, tovuq kataylarimiz qilib beriladi. Qondag'i bonusga o'rnatib beriladi. Albatta qilib beramiz. Qondag'i bonusga bo'ladi. 3 million so'm. Narigisi kattaroqmi? Bir xil razmeri bir xil. Aha. Bunisi terilib sochilmaydigan varianti. Xo'p, razmeri 1,5 metr uzunasi, eniga 1 metr, balandligi ham 1 metr. Narxi 1 million 250 ming so'm tuxumdoni bilan. Tuxumdoni kerak emas menga degan akalarimiz ukalarimizga mana 1,5 metr o'z turishi 950 ming so'm. 950 ming so'mga mana shu tovuqxonamiz. Albatta, setkalari ham qalin, xudo xolasa baquvvat. 950 ming so'm xolasa bunisini olsin. Albatta. Xolasa yerga o'rnatadigan, tuxum tug'adigan joylari bor. Xolasa bunisini olsin, a? Albatta, yerda turadi. Agar o'timizda o'tlari bo'lsa, terib yeyishaveradi. Joyini jildirib yurilaveradi. Yengilgina. Gap yo'q. Xudo xolasa. Hozir endi qarang. Buni kattalashgan sari razmeri o'shunga qarab puli ketaveradi. Qo'shilaveradi, Mana akalar, chachilish jarayoni. Bitta gugutni yoqasizlar, o'sha gugutimiz o'chganigacha tovuqxonamizni chachib bemalol aqabaqa qilib tashlasangiz bo'laverar ekan. Tagidagi pol taxtalari hamda go'ng paddonlari chiqdi. Hoppa! Chachildi. Bitta qo'yxonamiz chachildi. Endi bitta gugut yoqqanimizgacha albatta tersa bo'laveradi. Albatta. Qani 1 2 3. Akalar, terilish jarayoni. To'rt burchak qilib qo'yasizlar, ichiga birinchi o'rinda paddonini qo'yar ekansizlar. Tagiga go'ng paddonlari qo'yiladi. Bu tomonimizga tomini qo'yilsa, xudo xolasa mana tayyor qo'yxonamiz. Qo'yxona deb, tovuqxonamiz, tovuq katagimiz. Mana bu tomonimizda tuxum tug'adigan joylarigacha bo'ldi. Aka, endi razmerlarini qanaqa qilib beramiz endi? Xo'p, bunimiz razmeri 180 uzunasi, balandligi 120, eniga ham 120. Yo'q, kattalashtirsak bo'ladimi demoqchiman. 30 talik, 40 talik qilib bo'ladi. Puli qo'shiladi unda. Razmeriga qarab esa beraveramiz, muammosi yo'q. Zakaz qilishsa bo'ldi. Albatta, Gap yo'q. Akalar, eng qizig'i bu tomonimizda mana qo'yxonalarda ham o'ta go'zallarini yasashadi. 100 xildan ortiq qo'yxonalar ham bor. Albatta. Videoda boshida adashgan ekanmiz. Bunisi O'zbekistondan maxsus chiqarilgan plastmassa pol bo'lsa, qo'yxonalarimizga Xitoydan maxsus kelgan plastmassa pol bo'lar ekan. Men mana shunga adashtirgan ekanman. Aka, qarang. Buni narxi nechi pul? Xo'p, bunimiz 3 million so'm dastavkasi. Narigi bilan bir xil, 3 million so'm. Razmeri bir xil, albatta. Puli yengil, puli arzon so'raganlargachi? Xo'p, bunimiz bor. Uzunasi 1,5 metr, eniga 1 metr, balandligi 1 metr. 8 ta 10 ta to'q sig'averadi bunga bexijolat. Tuxumdoni bo'lsa 1 million 250 ming so'm. Tuxumdoni kerak emas deysiz, mana 950 ming so'mga tayyor varianti. 950 ming so'mga bunisi. 1 million 250 ming so'mga bunisi. 1 million 250 ming so'mga tuxum doni bilan. Albatta. Yerga o'rnatadigan variantidan. Albatta. Profillari 2 ga 2, stenkasi 1/1. Xudo xolasa chiroyli, baquvvat. Garantiyalari bormi? Xudo xolasa yo'g'ib ketguncha, xudo xolasa bexijolat ishlatishaveradi, muammosi yo'q uni. Yo'q, yo'q. Yana bir narsa savol berib o'tib ketaman. Endi hammani ideyasi har xil. Aytishlari mumkinki,
aka bizga bir dekorativlik qilib, Hop. fasonlarini chiroyli qilib, bundan-da chiroyli qilib yasab bering deysa, Aha. yasab beraverasizmi? Yasab beraveramiz, muammosi yo'q. Chiroyli qilib, xudo xolasa. O'zingizda kataloglari bor. Albatta, rasmlari bor. Yo'q, mana internetdan ko'rsatdim, mana rasmni to'g'ri ketadi, men yasab beray, yo qo'yxona, yo bunaqa deysa, yasab beraveradi, muammosi yo'q. Ha, telefon qilishsa, Albatta. xudo xolasa yasab Yasab berilaveradi. Endi akalar, mana ko'rdilaringiz, hozirgi qolgan assortimiz to'g'rirog'i biz mana shu qo'yxonalarning reklamasiga kelgandik. Mana shu to'q katagimizni ko'rib, to'xtang, obunachilarimizga ilinaylik. Obunachilarimizga ko'rsataylik. Bu katagimiz ko'pchilikga zaril. Chunki hidi chiqmaydi. Uyga yaqin joyda boqsa ham, go'ngi pastga tushib ketar ekan, tagida paddonlari bor ekan deb akamiz bilan bir video qilishga qaror qildik. Videomiz manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman. Akalar, doimo sog' bo'linglar. Usta aka, sizga ham Xudoyim kuch-quvvat bersin. Charchab qolmang, bundanda zo'r narsalarni yasab, obunachilarimizga taqdim qilib boravering. Xudo xolasa. Qo'yxona so'raganlarga akalar, mana qo'yxonalarimiz bu tomonimizda, bundan oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz, Nerjavikadan bo'lgan qo'yxonamiz ham turibdi, ichida qo'chqorlari bilan. Bu qo'chqorimiz qo'zi hali tish buzgan yo'q, bittasi tish buzibdi. Qo'zilikdan endi chiqibdi. Nerjavika tagida baloni bor, oldida oxirlari bor, oldidagi oxirlari ichidagi musullarni to'kib yuboradi, qaytadan tushadi, mo'ljallangan. Xudo xolasa asarti ko'p. Ustakan nomerlarini qoldirib qo'yganmiz, bemalol bog'lanib, telefon qilsalaringiz bo'laveradi. Bu tomonimizda eksperimentdan o'tmagan, tavsiya qilmaydigan qo'yxonamiz, birov olmasin. To'g'rirog'i paytida rosa maqtalgan. Bu bo'lmaydigan narsa. To'g'ri buni men chiqarmaganman, reklama qilmaganman, lekin bo'lmaydi. Nimaga desalaringiz, netiga hashay solasan, to'kilmaydi, bu tomondan totib yeyoradi deyilgan. Men bilishim bo'yicha bunga ozroq o't sig'adi. Bunga ko'proq vaqt ketadi odamni. Ozginadan ko'pgina qarash kerak bo'lib qoladi. O'shuning uchun oddiy uslubda mana shu qo'yxonalardan olsalaringiz, hashayni ko'proq bosasiz, yemini ko'proq berasiz, ko'p ovora bo'lmaysiz. Endi kimgadir bunisi yoqadi, kimgadir bunisi. Kimga zaril bo'lsa, bularimiz ham 7,5 million so'm, o 5 ta qo'yga 1 2 3 5 ta qo'yga mo'ljallangan, bunisi do'stlar 10 ta qo'y boqsangiz bo'laveradi. Bunisi 5,5 millionmidi? Albatta, 5,5 million. 5,5 million so'm. Usta aka, o'zingiz nima deysiz? Xudo xolasa, yoqqanini tavsiya qilamiz. Qaysi biri ma'qul kelsa, shuni yasab beraveramiz. Kam bo'lmang. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, doimo sog' bo'linglar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa xursandmiz. Bittadan like bosishdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yil 1 million bo'laylik. Sizlar bilan birgalikda. To'g'larimizni Xudo xolasa oxirlari oldida. Oxirlarini aytib ketaylik mana. Don idishlari oldida. Donlarini oldidan bersangiz bo'laveradi. Zakaz qilishsa ichiga ham qatirib beraveramiz, muammosi yo'q. Oldida mishiq-pishiq jo'ja boqamiz deysa, mishiq-pishiq olib ketmasin deysa, bu oxirini ichkariga olib beramiz, oldida setkada bekitib beramiz. Ha, ichkariga ham qilsa bo'laveradi. Albatta, ha.